Amir Avtosavdoda arzonga 2013-yil Cobalt mashinamiz. Kraskalari absolutni top-toza ekan. Bitta orqa arkasida kichkinagina petnochasi bor ekan. Qolgan joylari top-toza deydilar. Hop, mashinamiz 2000 km masofani bosib o'tgan. 4-paysi avtomat, to'rtta yaxshi bo'lon. Original disklarni qo'yib qo'yishib, bu mashinaning salon qismlarini ko'rsataman. Salonlari ham yaxshi holatda, o'zini zavodskiy chexollarda turibdi. Bir qator o'zini uchun ximskiy qildirib olsani, yaxshi holatda keladi. 2000 yurgan avtomat, gazda ustanovka bo'lgan, metalli. Sizlar xohlagan hujjatni qilib berishadi. Mashina orqa ko'rinishlari ham ko'rishingiz mumkin. Klassik holatga kelsak, ko'rsatib o'tgan shu arkasida kichkina petnosi bor ekan. Qolgan joylari toza deydilar. Bemor ko'rsatib, tekshirib, Zo'rasi texnik holatda ham hech qanaqa rasxodlari yo'q ekan. Sizlar xohlagan hujjatni qilib berishadi. 2013-yil avtomat korobka Cobalt'imizda egalar bilan narxini tortishib, sizlar bilan mazza qilib haydashingiz uchun $7950 ga tushirib qo'ydi. Egalar nomerlarini qoldiramiz. Aloqa chiqib baraka qilishingiz